Assalomu alaykum China Motors muxlislari. Sizlar kutgan kun keldi. Ya'ni Jag M3larni katta partiyada nalichida ranglari bilan hamma partiyasi keldi. 2025 eng full pozitsiyasi lyuks varianti. Oq deysizmi, stanoy deysizmi, qora deysizmi, hamma rangidan bor. Sizlar bilan qisqacha obzorini ko'rib chiqamiz. Undan oldin bittadan like bosib qo'yinglar. Narxi ham shikarat bo'lgan. Bitta like bosib qo'ysanglar, narxini ham oxirida aytamiz. Xo'p, mashinamizda ko'pchilik xarakteristikasini biladi. Bir qator aytib ketamiz. Motorlari 1.8 atmosferniy bo'ladi. Benzinda 7 ta 8 ta расход. Yuk odam bilan 10 tagacha chiqishi mumkin. Realniy bu. Dalniyda 6 tagacha tushib ketadi. O'zimiz haydaganmiz. Motorlari sepli bo'ladi. Metan ham, propan ham shunday bosib olaverasiz. Lyuks variantida ko'p nimalari, fishkalari chaka diskada bo'ladi. Balonlari 15 razmerda. Alishtirmasdan haydaverasiz. Xo'p. Eshiklari bo'ladi, ruchnoy bo'ladi. Bunga elektronika qilsa bo'ladi. Bu xizmatlarimiz ham bor. Xo'p, mashinamiz bilishadi, shopir bilan 9 kishilik, ya'ni B kategoriya bilan bemalol haydasiz bo'ladi. Qulayliklar juda ko'p. Mana lyuks variantida poli ham dinonimli bo'ladi. Sidina orqada 7 kishilik. Sidinani обязательно tagiga 5 lik, 6 lik profil qo'yib ko'tarib olish kerak. Shunda mashina yana ham keng bo'lib ketadi. Orqada ko'rib turibsizlar, konditsionerlari bor orqada. Pechka oyoq tagidan uradi. Orqada zaryadchilar, USB portlari bor. Bemalol uzoq yo'lda ham sizni qiynamaydi. Klientlarga ancha qulaylik qilgan, shofirga ham qulayligi juda ko'p. Rossiyaga qatnaydigan klientlarga ham zo'r, shofirlarga ham zo'r qilib ishlagan mashinani bemalol ko'ringlar. Xo'p, mashina ushlab chiqish ruchkalari bor, bemalol chiqasiz. Sizlar yumshoq. Xo'p, bular elektron ustunlik qilgan, maksimal skut 220 gacha elektron tablolari bor. Bundan tashqari lyuks variant o'sha Android monitori bo'ladi. Konditsioner bilan jihozlangan 5 pog'onali korobka va ruchnoylari. Bu yerdan podgo'nniklari tushadi. Yo'lda ko'rishingiz nimangiz o'ta zo'r. Maza qilib ketasiz balandda. Xo'p, bu mashinamiz endi hamma ma'lumotlarni ko'p bilishadi. Endi bir qator ko'rsatib ketdik. Orqa bagaj qorasinikini ochamiz. Shuncha odam yuklagandan keyin orqada sizga 4 qop uchun joy bor, bemalol. Rossiya qatnasiz 4 ta 5 odam sumkasini bemalol bosib ketaverasiz. Pochtalarni ham bosib ketasiz. Bundan tashqari Rossiya qatnayotganlar orqasiga tom bagaj ham qo'yib olishyapti. Rossiya qatnashdan tashqari mashinani liniyaga olishadi, bog'chaga, maktabga xususiy, yana nima, oilaviyga ham zo'r. Bemalol uyda aka-ukam bolalari ham qolib ketmaydi. Bir joyga ketyapsiz, yengil mashinaga sig'may qolishadi-yu, bunda borku bosib olib ketaverasiz. Hammalar ham bitta mashinada mazza qilib ketasizlar. Xo'p, narx qiziq bo'lsa, narxi hozirgi kunda rangidan tashqari hammasi bir xil narxda, qorasi muncha, oqi muncha deyilmaydi. Narxi 215 million 460 ming so'm. Oldingi sotganimizdan ko'ra hozirgi kunda 2000 dollar rang saqlayapti. Arzoniga chiqyapti, ya'ni 19,5 ming sotgan bo'lsa, dollarda hozir 17,5 ming atrofida bo'lyapti kursni hisobiga. Kurs ko'tariladigan bo'lsa, yana ham tushib ketadi, 3 ming rang saqlab qolishi ham mumkin eskisiga nisbatan. Lekin hozirgi kunda hammasi bular so'mda bo'ladi. Buni olish usullari qanaqa bo'ladi deganlar uchun, xo'p, mashinamiz boshlang'ich 25-30% to'lov bilan nomingizga chiqartirib beramiz bitta pasportga. Ya'ni 70 million, 75 million bilan kelsangiz, nomingizga bemalol olib chiqsangiz bo'ladi. Bir kunda chiqarib beramiz. Buning uchun bitta pasport kerak xolos. Ish haqqi, uni buni olib kel, hech qanaqa kafil so'rab beradi. Grafiklari qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilsalar, menejerlarimiz batafsil ma'lumot berishadi.